Hurmatli ota-onalar, ushbu video qo'llanmada mikrohududdan tashqari maktablarga ariza yuborish tartibi ko'rsatib berilgan. Demak, onlayn qabul tizimi my.maktab.uz veb saytiga kirasiz. Birinchi qadam: asosiy oynada telefon raqamingiz va parol orqali o'zingizni shaxsiy kabinetingizga kirasiz. Ikkinchi qadam: ekranda ochilgan sahifada Mening arizalarim bo'limini tanlaysiz. Uchinchi qadam: Mening arizalarim sahifasining o'ng pastki qismida yangi ariza yuborish tugmasini bosish lozim bo'ladi. To'rtinchi qadam: ekranda ariza sahifasi ochiladi, farzand tanlanadi, keyin esa ta'lim tili tanlanadi va kvota turi belgilanadi. Beshinchi qadam: keyingi qismida mikrohududdan tashqaridagi maktab bo'limida tuman tanlangandan so'ng maktablar ro'yxatida kerakli maktab tanlanadi. Oltinchi qadam: kerakli maktab tanlangandan so'ng ushbu maktabga oid ma'lumotlar, umumiy o'rinlar, qabul qilingan arizalar, ko'rib chiqilayotgan arizalar va qolgan bo'sh o'rinlar soni chiqadi. Yettinchi qadam: barcha ma'lumot kiritilgandan keyin saqlash tugmasi bosiladi. Sakkizinchi qadam: keyingi qadamda mening arizalarim sahifasida yangi yaratilgan mikrohududdan tashqari qabul arizasini yuborish tugmasi orqali maktabga jo'natiladi. 9-qadam: telefon raqamingizga 3700 qisqa raqamdan kelgan SMS kod orqali tasdiqlanadi. 10-qadam: so'ngra ariza yuboriladi. Maktabga borish kuni va vaqti tizim tomonidan navbat asosida avtomatik tarzda belgilab beriladi. Hurmatli ota-onalar, navbat asosida belgilangan kun va vaqtda farzandlaringiz bilan maktabga tashrif buyurishingiz kerak bo'ladi. Onlayn qabul bo'yicha batafsil ma'lumotlarni 71 kodi bilan 203 0704 telefon raqami yoki Telegram ijtimoiy tarmog'idagi kuchukcha mymaktab_uz rasmiy kanali orqali bilib olishingiz mumkin.